Matilda tortini original retseptini Instagramda qidirib oxiri dunyoning eng mashhur blogerdan topdim. Qizlar tayyorlanishi umuman qiyin emas ekan. Xullas, avval biskvitini tayyorlab olamiz. 3 tuxumni shakar bilan aralashtirib olib, suv yog' quyamiz. Ketidan quruq mastalarimizni solib aralashtirib olsak bo'ldi. Mastamiz shunaqa quyuqroq ko'rinishga keladi va oldindan damlangan achchiqqina kofemizni quyamiz va mastamizni shunaqa suyultirib olamiz va hammamizni uydan topiladigan shunaqa kosaga mastamizni 3 ga bo'lib olib, har birini 25 daqiqadan pishirib olamiz. Qizlar buni oddiy skоворodkada pishirsangiz ham bo'ladi. Ana endi kremni tayyorlab olamiz. Shakar, sariyog', qaymoni eritib olib, issiqligida shokolad ustidan quyib aralashtirib olsak bo'ldi. Sovuq joyda krem sekin quyilishni boshlaydi va kremimiz tayyor. Biskvitimizni pishib chiqqach, qopqog'ini olib tashlaymiz, sut bilan yaxshilab probitka qilib olamiz va kremimizni ketma-ketlikda taxlaymiz. Qizlar, men ko'p krem surmadim va shuni bildim, to'g'ri qilgan ekanman. Umuman me'daga tegmaydi. Shunaqa og'izda eriydi, shokolad hidlari ufurib turadi. Albatta tayyorlab ko'rib, yaqinlaringizga ulashni unutmanglar.